Shohim, bugun nega xomushsiz? Bugun xomushsiz. Tobingiz yo'qmi? Huzuringizga tabiatga chorlaydikmi, Amirzodam? Nimasini aytasiz? Vaziri a'zam, Vatan sog'inchi amon ko'ksimni o'tar. Shohim huzuringizga bir savdogar janoblari tashrif buyurdilar. Agar xo'p desangiz, huzuringizga olib kiraylik. Bo'ldi. Enkay o'tiramiz. Sizga vataningizdan tuhfa olib keldim. Rahmat sizga savdogar janoblari. Vatanimning eng xusli hidini olib kelgan bu qovondan hidini Andijon musaffo havoning quruqchi ota-onamning mehrini tuydim. Kindik qoni to'kilgan vatanimning mening sog'inchim va tuganmas armonimdir. Tole yo'qki jonimga balolik bo'ldi. Har ishniki ayladim, xatolik bo'ldi. O'z yurtim qo'yib hind sori yuzlandim. Yorab netayin bu yuz qarori bo'ldi.